Biza o'sha oila to'g'risida gapirganimizda, mana siz ko'p tadbirkorlarga, mana biz M-Factorga borsak, bizani ham anaqalaringiz, shogirdlaringiz ustoz deydi, ozgina mana qarab olib qolamiz. Ustoz deganiga men aytdim, kim aytyapti ustozsa, siz aytyapti, nima bunaqa deyapti, hayron gaplashamiz-da. Kimgadir bilim ulashtirsa, o'shani hurmat. Shunaqa. Sizni kulturangiz shu M-Factorda ham, boshqa ham kultura shunaqaki, siz ko'p tadbirkorlarga shu mana shu 7 yil qanchadan beri boshlagan bo'lsangiz, ustoz deysizda, ya'ni ko'p bilmagan narsasini biladi. Balki boshqa joylarga borgandir, tam Gribenyuk boshqalarga, lekin siz bilmadim 80-90% tadbirkorlarga birinchi ustoz deysizda, imенно tadbirkorlarga-da. O'sha tadbirkorligi sizni hali ham eshitishayotgan sababi, berayotgan qadriyatlaringiz qanaqadir ham ularga to'g'ri keladimi yoki to'g'ri qadriyatlarni o'rgatasizmi, shunaqa bo'lsa kerak deb o'ylayman. Endi oilada o'zingizni bolalaringizga qanaqa qadriyatlarni berishga harakat qilasiz? Nima berishga harakat qilasiz? Chunki ular ham siz uchun shu bolalaringiz, sizni shogirdlaringiz-da, menimcha, ularga ham o'rgatasiz, postoyanно qanaqadir ham aytasiz, buni qil, buni qilmagin deb qanaqa qadriyatlar berasiz? Zo'r. Endi albatta bitta xohlaydiganimiz otangga rahmat deydigan ota farzand bo'lishini xohlaymiz. U ichida endi butun nimalarni oladi. Mana yoshligida qizlarimga aytadi, mana bolam moshinamni kaliti. Shuni qo'yaman. Bitta odam kelib qizingiz nojo'ya ish qildi desa, o'sha kalit olib ketadi. Shunga qarab ishini qilginki, Hasan akaning qizi ko'cha-kuyda nojo'ya ish qilibdi degan odam kelib shunda bo'ldi, aka, mana shu kalitingiz meniki deydigandagi mas'uliyat bilan yondash. Men bilmasligim mumkin. Kimdir Xudodan qo'rqmasligi mumkin yoki kameradan qo'rqishi mumkin. O'zing bilasan. Ehtiyot bo'lginki, bir kun kelib, hozir ham TikTok davrida, Instagram davrida bir o'rinli joyda adam ko'rmadi, oyim ko'rmadi emas. Shunaqa kipiyoq, shunaqa zadachani qo'yginki, Hasan akaning qizi deganda, mana shunda bemalol aka bo'ldi, mashinangiz ketdi deydigan darajada bo'lsa. Mashina men uchun eng yaxshi ko'rgan, qadrli bo'lgan qimmat nimalarimdan bo'lsa, men bemalol qo'rqmasam mana shu qizimga bitta odam kelib, mana bunaqa ahmoq ishni qilibdi, yo mana bunaqa otasiga rahmatmi, yo padariga la'nat ishni qilibdi desa, men uyalmaydigan darajadagi o'zingga ehtiyot bo'ling. Endi uning ichida можно подробно об этом desa, ibo, hayo, tarbiya, muomala, boshqa hammasini nima qilgan. Chunki men shunchalik darajada qo'rqmay uyalmayman. Endi bu qizlarimiz ham yaxshi, baxtli, mana xudolarimiz bor, yaxshi insonlar bilan Alloh nima qilishdi. Endi o'g'illarimiz ham ketma-ket mana institutlarda o'qishyapti. Kichkina o'g'lim maktabda o'qiydi. Ularga ham aytamanki, bolam otasiga rahmat deydigan, kamtar yoki mas'uliyatli yo bir soft skills qadrli. Soft skills bo'yicha muomala, soft skills bu farosat, soft skills bu madaniyat xohlayman. Ba'zida bilasizmi, men xohlayman. Hozir qora kam aytadilar. Men bolalarim sendek bo'lishini xohlayman dedilar. Men ham bolalarimga aytaman, men bolalarim shu Javohir, Qobiljon, Burxonga o'xshashini xohlayman. Chunki bizani kecha-yu kunduzi xizmatimizda qilyapti-da, o'ta farosatli. Biz adam oldlarida ham shogird, ham farzandlik shunaqa edik. Otaning ham xizmatlarini qilganmiz, ustozni ham xizmat qilgan. Endi bular endi hozir otasini to'g'rida yaxshi tarbiyalanyaptimi, yo yaxshi o'syaptimi, yo zona komfortdami? Bulardagi bor jihat bolalarimda bo'lishini xohlayman. Chunki bular self made bolalarda, bularda yo'q boyagidagi otasini hisobidan возможность. Bular meni hurmatimni boyaga aytgandek malades degan e'tirofimni zavoyovat qilish uchun kechasi 2 da ham keladi. Xo'p bo'ladi ustoz deydi. Bu yog'iga ursak bu yon tutadi. Bu narsa desak xafa bo'lmaydi. Bola o'zingiz bolangizda baribir. Bu xato qilsa 100 so'm desa mana 1000 so'm deb berib yuborasiz. Ani bechora 100 so'm uchun bir oy qancha xizmatingizni qilish kerak. Bu prosta hadi salom pul tamom bo'pti deb berib yuboramiz. Endi bu boyagi bolaga nisbatan inson slabik bo'lishi. O'shaning uchun ba'zida Hasan aka bolangizda endi sal nima qilasiz? Eng manaman degan dunyodan olgan xirurg ham manaman degan muhim insonlarning farzandini bolasini operatsiya qilayotganda chempioni ham o'zini bolasini olib kelsa qo'l titraydi. O'zimiz bolamizga kelganda ey Alloh bizga bir shunaqa bir kuch iroda berginki bolalarimiz yuzimiz yorug' qilsin. Adashtirmasa otasiga rahmat deydigan bo'lsin. Farosat bobida, mas'uliyat bobida deyman. Do'st bo'lishni xohlayman. Adam rahmatli biz bilan do'st edilar. Shu eng yaqin sirdoshdek aylanardik, gaplashardik. Juda boshqacha yaxshi ko'rardim. Ko'pchilik aytadi, "Ali, sizga o'xshab boryapman dada" degan ishlarni aytsam, siz adangizga o'xshab ketayotganingizni ko'raman dedi. Men faxrlanaman. Adamga o'xshatishgandan, hokisorliklari, kamtarliklari, diplomatiya, samimiyatlarni haligacha ko'pchilik eslaydi, endi ko'rgan bilganlar. Balkim o'xshasak, shu otamizga o'xshaylik, o'xshasak ustozimizga o'xshaylik, farzandlarimiz ham eng kamida
Chunki shogirdlarimiz aytishadi. Maqsad bilan gaplashganlar, maqsad o'ziga o'xshayotgan deydi. Barot, Maqsad, G'ulom, yoki mana bu yoqda Baxtiyor, yoki bu yoqda Javohir, yoki bu yoqda Burxon, yoki Qobillar, hammasi mani shkolamda. Bundoq gaplasa Hasan aka nimalargacha, skriptlargacha, manera, xarizma, samimiyat, kamtarliklarigacha sizniki deyishadi. Chunki yonma-yon o'zim bolamga bermagan mehr shularga berganman. O'sha uchun mehr olib, nima qilinadi. Bularga ham Alloh nasib qilsa, yuzimizni yorug' qilishini xohlayman endi. Shu. Bolalaringiz, mana siz tadbirkorsiz, baribir ham yoshligingizda Adijoningiz yonlarida yurgan ekansiz, baribir ham mana shogird bo'lib, bolalaringiz ham sizni orqangizdan shunaqa tadbirkor bo'lib yurishni xohlarmidingiz? Xohlayman. Bo'lsa tadbirkor bo'lsa yomon emas. Lekin mana hozir gaplashdik-ku, el-yurt umididan yoki mana Gonkongda o'qishga kirdi, kelib davlatda tajriba olishni ham xohlardim. Biza olmagan tajriba, baribir davlat shkolasi mana Botir Arabjonovlar davlat tadbirlarini qanaqa qilish va qanaqa qilmaslikni o'rganish uchun ham o'sha shkoldan olish kerak edi. O'ta tizim bor, o'ta disiplina bor. Nega? Boyaga aytgan gap armiya. Katta xolasini uy emas. Tur dedi. O'zingiz biznesingizda anaqada hech kim Hasan akani hurmati ko'yniga qaraydi. O'sha biz ham xohlaymiz, hatto kesida bo'lsa, yoshligimizda o'sha Amir Olimxonning farzandlari ham Sankt-Peterburgda o'qib, kimlardadir nima qilgan deydi, qaysidir polkovodistlar yoki hattoki Stalinlarning bolalari nima qilgan, yana katta imperatorlarning bolalari ham qaysidir armiyalarda yo Dale Carnegie'da o'qisa ham qaysidir podshohlarning, qaysidir prezidentlarning bolalari ham qaysidir Vyetnamlarda, ularda, polklarda o'qigan, armiyada o'tgan. Farqi yo'q. O'zingizni yoningizda immunitetda unga nima kerak bo'lsa, men xohlardim. O'shaning uchun mana chet elda o'qishni xohlayman. Musofir bo'lmaguncha musulmon bo'lmaydi. Boshqa kompaniyada ishlashni ko'proq xohlayman. Undan keyin qadriga yetadi. Siz bilan emas, boshqa Men tajriba olib kelishni xohlayman. Albatta oldimda bo'lsa yaxshi, lekin Pagon bo'lmasligi. to'ppa-to'g'ri mana. Mana o'zim, lekin mana Husan akani bolalari ham, masalan, Ulug'bek ham, Maftuna ham o'zimizning komandada ishlaydi. Mana bolalarim bizning komandada ishlaydi. Husan ham aytadi, ma'lum bir paytdan keyin Maftuna, Ulug'bek alohida qilaman desam, men qarshi emasman dedi. Lekin mana birorta bolalarim meni komandamda ishlagani yo'q. Masalan, hozir qizim bittasi masalan deydi, Murat Bilnisda ishlasa bitta o'g'lim, Central Towersda ishlasa bittasi chet elda o'qiydi. Yana qizlarimiz masalan turmushga chiqqanlar bor. Okey. Naborot o'sha yerda borib, o'sha yerda boya ketgandek malladesda o'sha yerda olsin. O'sha yerda e'tirof olsin. To'g'ri, Hasan akani bolasi deb qayerdadir kimdir bilganlar bor, bilmaganlar bor, pablashka qiladi, lekin o'zini hurmati bilan hurmat qozongandan keyin ikkitamush u Hasan akani qizi ekan, Hasan akani o'g'li ekan desa, mana bu haqiqiy munosib dastajeni bo'ladi. Otasini davrida karrilamasdan mehnati bilan hurmat qozonishni xohlayman. Shirinda shunaqa.